Bismillah. Esselamu Aleyküm. Aziz ve muhterem, süyümlük Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Bugün yine yüz görüştük. Bunun nisbiga Allah'a hamdülillah olsun. Hemmenlağa Allah'ın güzel salamları olsun. Bugün yeni bir edebi sohbet. Bu edebiyat sohbetimiz Proust'da Lutfullah Mutallib hakkındaki aşkın bahala doğrusunda gap kılımız. Bunu bir tügelli etmek için şunun bilen. Aslı bu məxsus toxtalğılık emasdi. Delille oturdu boğandan keyin sallamna deyiş gerekti. Lekin cahillikte, cehalette, medeni hurapatta şu dereceye yetiptik ki o paketla eşlemege erzimeydi ki. Bugün sözleydiğallarımızdan keyin mi bu vaziyet pek özgürüp ketmeydi. Onunla işine mi? Şundak boğası mı? Bu benim bir mecburiyetim. Şunun için bunu sözlemey olmaydı. Onun için sözleyme. Qarindaşlar, Lutfullah Mutallib'den bizge qalgan miras, baylık, zarqanchilik. Ular nimeler? Qimmat qanchalik? Paydası qanchalik? Bular haqida astoydil o'ylanib ko'rish hozirgacha hech kimning aqliga kelib boqmagan bir masala. Vazni qancha keladi? Vazni. Berilayotgan bahala qanchalik to'g'ri? Qarish chiqquchilar bahani qilayotgan yosh edi, go'dak edi deganga albatta qo'shilamiz. Agar qo'sh o'lcham qo'llanmay, mushu gapni tushuntiradigan bo'lsa, u bo'ladi yana. Lekin u bir dilla danaga aylanadi cho'ng kishiga, buyuk odamga, andin bir dilla go'dak deb uningga bahani ko'stimiz. Bu qo'sh o'lcham bo'lmasa qo'shalsak bo'ladi. Yosh va go'dak bo'lsa, asarlarda bu taraf cho'qim aks etadi. Bununla dikkat qilishga to'g'ri keladi. Go'dak bir aqldan pishqan, dana, dahiyana meyveler chiqmaydi. Undaqda qandaq bir baha uygun kelar bu yigitga? 23 yoshda bir kitob chiqargan bo'lsa, o zamanda chiqmagan-da, qanday bo'lmasin bir kitoblik bir narsa yozgan. Bir kitob qiyg'idek narsa yozgan. O halda bu hakikaten her kimnin qo'lidan keldiği iş emas. 23 yaşta. Bunu so'ras. Bu balaga çoqum aparan aytmay bo'lmaydi. Eğer yaqinlardan biri uningga uchrab deylik başlangıç maktabdagi pishqadam o'qituvchisi, hozir pensiyaga chiqqan o'qituvchi uchrab qolsa, bu vaqtda gaplashgan bo'lsin. Lutfullah Mutallib bilan. Voy, seni kitap chiqadi deydi o degandiki. Ha, bir kitap chiqdi. Bir kitobim chiqdi. Qancha yoshga kirdingiz bu yil? 24 ga az qoldim. Voy, sen 23 yoshda bir kitap chiqardingmi? Maşallah. Çoğun için neyini işlerini tevirte etsen cuma? İnşallah yaman guyken sen. Cuma sen. Dolusu urup maqtab akiltib qo'ydi. Mening bilishimcha, mana mushunchilik baha, shunchilik maqtash dal tushadi. Dal tushadi. Buningdan ortiqi mubolag'a bo'ladi. Ko'ptirish bo'ladi. Talanti bormi deb so'rasangiz, ishkilanmayli, talanti bor edi deb javob beraman. Lekin talant üspitilish kerak. Ma'lum musafini besish kerak. Talant
Toğır yol tanlagandilla paydalıq boludu. Yana bir mutallib var edi o bizning neydi? Şöhret mutallib. Uyg'urdan chiqqan va dunyo tonigan birdan-bir olim. Bizda va töküvitimiz var olim deb. She'r yozganmi olim. Ammo ras olim deyish to'g'ri kelsa, Şöhret mutallib birla olim. Qarindoshlar. Talanti bo'lmasa olim bo'lolmaydi o. Ama Xitaylar üçün xizmet qilib o'tadi. Şuna talantning bo'lishimi hech narsani o'zgartirmaydi. Bir odamga baho berishimizga sabab bo'lolmaydi u. Bugungi vaziyatning tug'ilishi hokimiyat sohasidagi e'tibori bo'lib, Lutfullah Mutallibning bugungi vaziyati mushu bizning kallamizga bu qadar singib ketgan bu yo'g'onlik, bu ulug'lik. Hakimiyet sayesindeki itibarıdır. Lutfullah Mutallib hakkında makale yazış, kitap yazış, baha yazış bir xatar. Çokum neşir kılınıdığan kapalet gibi ege. Paydı çıkışığı işenç kıyıgılı bulunduğun bir ticaret. Mana şu sebepten bir munca adam birinin yazgınıdın birisi aşırıp yazıp bugünkü bu manzar yaratılgan. Çünkü o'xshash gapni takrorligini bo'lmagandan keyin oldinqisiga qaraganda bir daraja ustun ko'tarishga oldinqisida ishlatilmagan sifatlashlarni o'ylab tepishga texmi hayvatliroq qilishga to'g'ri keladi. Bularda asosiy maqsad hatto Lutfullahni ko'tarish bo'lishi notayin. Bu maqtovchilarda. O'zining yozgan nimasiga darhol diqqat tortish. Ulug' mazog'i yo'linib ulug' şeyh bulup dan çıkırış. Derismellik. Ulug' mazarını himmat kılıp çoğrak savap kazanıştek binormal niyetlerden meydana gelgen gayri normal bir ösme. Bu maqtaşla. Bugün bu maqtaşla Lutfullah'nın ulug'luğuna delil olup kalgandek turun. Bu yosun keti verse, xuddi serik qar pomzikidek, jumulagan sir yoğunap, jurt makanını basqidek, afet derecesiga yetadigan peylava. Maqtaşlarning keyinkisi, oldinqisini dalil qilib ko'rsatgan qanday mantiqa? Mushuni boshqa millatlarga deb taqinglar. Ya birinci maqtug'uchini dalil qilib, ikkinchisi maqtisa. Bu ikisini dalil qilib, üçüncüsü maqtisa. Bu shundan mantiq olamdı dünyada. Ya Allah bergen aqlingni ish qilsanglar, haqning bahosini qo'yib turinglar qarindoshlar. O'zinglar bir baholab beqinglar. Hatta bundaq benormal oshqun maqtashlar shu darajaga yetganki, naqshlar to'qildi. Bu birer sokal şair tarafından yazılgan tekst emas. Bu naqshildikisi. Toluma qo'ng'altaq bir tekstga ishlangan bir naqshiydi. Uning da deyilishicha, uningchilik shoir Uyg'ur nasldan shu kamgacha tug'ilmaganmish. Bunisi millatga haqorat ekanligini o'ylab ko'rilmayotganligiga diqqat qildinglarmi? Kollektiv aql. Franz Lebonning Omma psikologiyasi degan kitobi mana mush turdagi talviliklarga javob beradi. Omma ichida bo'lganda shaxs aqlini joriy qildirilmaydi. Ash o'tirdiki g'urrag'i agishadigan gap. Yana bu ko'p turmalarning ichida texmi chekdan oshganlarim bor bo'lib, onun da deyilishicha yıllarga javobni o'qigan bir fransiyalik danq etib qaptimish. Dünyada mandamı talantlı insan buladı ki ha? Derhal bu şiirini yezib elib ekitipdi. Kimmi tercüme qilib bergandi? Bu mu bir qiziq muammo? Fransiyada shoir adiblarga ko'z tutgan jimisining aqli tanqapti. Şunun bilen bir granit munariga uyup koyganmış.
Bu əfsanı toqulğan zamanlar Xitaylarning ishiklarni taqab qo'ygan chaqlari o'g'achqa. Hech kimning xiyoliga bir kunlari birmuncha Uyg'urning Fransiyada makallashib qoladiganligi tasavvur qilinmaydi. Shunga bu gapning yolg'onligi, ichilib qolmaydiganligiga ishonch qilgan holda toqilgan. Mana endi Parijda yashaydiganlar izlab baqsin. Shu munarning resmini tatib to'g'ri yo'llab qo'ysin. Biz hammamiz iftixor bilan saqlaylik. Yana bir ashqulluq tashkilotning qurg'uvchisi. Yani Sharq Turkiston Uchqunlar ittifoqi degan tashkilotning qurg'uvchisiymiş. Bu aynan Xitoy uslubidagi numussizlik bo'lib, madaniyat inqilobi jarayonlarida Mao Zedong partiyaning qurg'uvchisi, armiyaning qurg'uvchisi deyiladi. Amaliyotda har ikkili sapsata beshamlarcha yolg'on edi. Hatta 47-yildagi 7-qurultaygacha Mao Zedongning birinchilik o'rni muqim emasdi. Xuddi shuningga o'xshaydigan yolg'on Lutfullah Mutallib uchun aytilishga boshlab, kun sari muqimlashmoqda. Ya'ni burunlarda Muniriddin Xo'ja bilan birlikda degan şekildiroq tilga ilindigan bo'lsa, bara-bara qizib ketib qolamiz. Bu yosh yigit qurg'uvchi lider sifatida taqdim etilmoqda. Men bu qo'g'duvchilarning ko'pinchisi ko'chadagi davrangdan ta'sirlanganlar deyishimning sababi mana shu emasmi? Hech bo'lmaganda Lutfullohni maqtab obidiga aylantirgan kitoblarni o'simi astoydil o'qib baqmagan. Qaynam o'rkishini o'qisildi, tashkilotning Lutfulloh qurmaganligini bilalaydi. Gerçek kitap Lutfullohni ko'kka ko'tarishga bag'ishlangan bo'lsa-mu, haqiqatni u darajada sat burmulashga petin olmagan. Qurg'uvchi lider qilib qo'ymagan. Ya'ni qilib qo'ya olmagan. Shundaq bo'lsa-mu, eng oxirida qabul qilingan a'zo ekanligini yo'shirishga tirishgan. Yana shuni qo'shib qo'yay, shu zamonning hayot shohidlari bo'lgan Aqsudagi pishqadamlarning bu tashkilot masalasida yo'g'on bir savol belgisi ko'nglida zohir ekanligini uqqan edi. Lutfullohga izchil qarashi yaxshi emas edi. Ijobiy qaramaydi. Nima uchun tashkilotga Lutfulloh qabul qilinib, ko'p o'tmayli pash bo'lib qoldi? Mana bu pishqadamlarning ko'nglidagi savol. Bugungi kelganda hayot shohid pishqadamlarning hammasi o'libdigide. Xotirjam burmalash qilishliqqa bo'laverdi. Endi uni qurg'uchi qildik. Nimalar bu shuncha maqtisini tugamayotgan? Birlik kitobga to'plangan xom va siyosiy puroqliq qopiyalik shuarlar. Qopiyalik gaplar. Bundan başqa bir necha filiyaton umu siyosiy vazifasida qolgan davrning shamollariga usloynagan asarlar. Kichikdan turib shuncha ishlarni qilgan, deyilayotgan shuncha ish mana shu bir kitob. Buningdan başqa bir desmisi bo'lgan bo'lsa-ti, sonsiz maqtashlarda qo'lga chiqqidek bir narsa bo'lsa-la tilg'ilinmay unutilib qolmaydi. Bu heliqidek quruqdan quruqla ko'zni yumib maqtagandan obdaroq oqadiganligini maqtovchilarmi biladi. O'tirdi bir desmi topalis agar o cho'qim tilg'ilinadi. Ammo afsuski yo'q. Shu bish kitob. Aslida Lutfulloh yozgan narsalarni she'r deyish uchunmi bir az ko'zni yumishqa, yotog'i urishqa, g'ayrat qilishga to'g'ri keladi. Buningdagi nurg'uni siyosiy tashviqot bo'lib, biz uchun emas, kommunist Xitoylarga foydali bo'lgan siyosiy mazmun. Siyosiy yukning adabiyotning qotil ekanligi nazarga ilinsa, demak bularni she'r degili bo'lmaydi. Badiyligi jihatdan she'r deyishga bo'lmaydi. Mazmun jihatdan sog'lom emas deyishga to'g'ri keladi. Siyosiy shuvarlar tovlanmagan
az bir kısımları mı şiir emas, kapiyalik gepler. Şiiri trellik, şiiri fikir, şiiri hissiyattan yoksul. Balagat, pasahattan söz içiş asla mümkün emas. Bekmi quruq, resmiyet tüsüdeki mazmunlardan ibaret. Yani şunu mu dep qo'yay? Texi bu Teyipcan Eliyip tarafidan yasalgandan kiyinki hali bulup, aslida unchalik emas. Teyipcan pədazlab tayyorlagan birinci nashrdan keyin davomliq texnika yiqidan siliqlashtirib turilgan. Shuning uchun deymanki, advokatlarning uning kitobini to'liq o'qib bakmaganligi aniq. O'qib bakkan bo'lsa, har qancha manqurt bo'lib ketgan taqdirdami, uncha ular ulug'lashga yuzi qizagan bo'ladi. Ko'ngillarda bir necha savol tug'ilgan bo'ladi. Shuni esimizdan chiqarmasligimiz kerakki, bir tarixiy shaxsga baho berishda uning qilgan ishini asos bo'laydi. Ishi bizning hissiyotimiz emas. Sirtdan maqtashlar bir turdagi baho bo'lib, hargizmi dalil emas. Asas emas. O halda Lutfullah'a baho berishning asosimi faqat uningdan bizgacha yetib kelgan shu kitobdir. Maqtashlarmi, baholarmi hammasi shuningga tayinadi. Uningdan boshqasi dalil emas. Chunki bir tarixiy shaxsga uning asri orqali baho berildi. Bir binokorga sog'an qurilishlari orqali baho berildi. Bir rassomga sizgan rasmlari orqali baho berildi. Bir adibkimi yozganlari orqali baho berildi. Hargizmi tunji maqtovchining ko'zini yumutli topgan ulug'liq sifatlarini dalil qilib, keyingilar maqtaydigan, uning maqtashlarini dalil qilib, uningdan keyingilar maqtaydigan shunmaydi. Bo'simi faqat Uyg'urlarda bo'ladigandek turadi. Nima yo'g'on gaplar. Shoir desangiz Navoiy va tariximizda başqa kitaplarını qo'yib turgan taqdirdimi 5 daston xamisa. Abdurrahim Nazariy va başqa kitaplarının başqa asarlarını qo'yib turgan taqdirdimi 7 daston, 7 daston. Aşını muşinchilik ulug'latamdiq. Qancha adam biladi Navoiyni anglab qolganda u yerdan Abdurrahim Nazariyni. Kim biladi? Agar qahramon desak turibdi, Zeydin Yusufdek bir buyuk shaxs. Hech qasiga teydirilmagan bu ulug'liq qalpiqining bunda beshamlarcha bu kadar oshqin darajada teydirilishi nima uchun sizlarni gumonga solmayotdi? Hakimiyetning soyasida bo'layotgan ulug'lanish. Mavzeydun imzo qo'ygan sertifikat, shahodatnoma. Tadqiqotchilar nimasini tadqiq qilgandi? Tadqiqot degan bu gap bakchon gap. Mening tushunishimda okean taxtidan go'harni suzib chiqish, granit qiyolarni parchalab olmasni ilishqa taqqas qilsak bo'ladi bu tadqiqot degan so'zni. Lutfullahning nimasini tadqiq qilgandi bular? Tadqiq qilmasa erishkil bo'lmag'idek cho'nqurliqda nimasi bordi? Qarindoshlar, kallanglarga hukmron bo'lib olgan tayyor baholarni bir yoqqa qayirib qo'yib, o'z aqlinglar bilan astoydil o'qib chiqinglar. Agar ashundaq tadqiq qilmasa bo'lmag'idek bir narsa bayqisanglar, ko'pchilik bilan o'rtoqlashinglar. Ko'rib boqaylar. Baholarning kattaligidan beshinglar qayib ketmasin. Bu yerda tugumas g'azina mavzu bahis emas, faqatli bir kitob. 200 betga bo'lmaydigan birli kitob. Kirish so'z, muqobillar qatish. O'qib beqishga umr ketmaydi. Şunu bir o'qib chiqib lilla gap qilib beqinglar qarindoshlar. Bugungi maqtovchilarning nurg'ini
O'qib bakmayla ko'chadagi davrangdan ta'sirlanib ma'bud qilib bekitib olganlardir. Tazning nimasi bor deb so'rasa, tömür tag'ı degandek, u yong'i o'rilib yillarga javob, bu yong'i o'rilib yillarga javob. Endi bu yillarga javob shunchalik ulug'midi? Farhod Tursunning bahosini o'qib beqinglar. O maxsus bahamı emasken o. Yoldan ötkech bunda tip ötep ketgendek bir gap ekan. Şunu o'qib baksanlar bo'ladi. Qanchalik ulug'ligini. Bar yo'qi bir kitob deganimni balkim advokatlarning tishig'i tegishi mumkin. Derhalla gap sonda emas. Bir kitob bo'lgan bilan 10,000 kitobning ishini qiladi deyishi mumkin. Bundaq paraz qilishimning sababi ilgari vatan ichidagi torbetlarda maqola e'lon qilganimda nayt ehtiyot bilan qildim taxuni. Chandumay. Xalqning aqlini g'idiqlashga tirishib. Shu chaqda tushgan inkaslardan birisida sen kim ekan? Hayatın bo'yi tirishsang Lutfullohning bir misrasiga tankagidek bir nima qilolmaysan. Unda shoir helg'o Uyg'urlarken hech qanday millatdan bo'lmagan deb inkas yozibdi. Mana buningdan bu inkaschining hech nim bilmaydiganligini, hatto o'zi cho'ng bilib olgan taqsirning she'rini o'qib bakmaganligini faraz qilish ta's emas. U faqatla heliq naqshini anglab olgan. Ondan boshqa heliqidek ko'p turma hikoyalarni quloq mollasi bo'lib anglagan. O'qib emas. Xolos. Mana shuningga asoslanib deymanki, bugun qarash chiqayotgan chet ellardagi qo'g'dug'chilarmi cho'qim shu uslub bo'yicha o'qitib qo'yishi aniq. Bir kitob bo'lgan bilan 1000 kitobga bergisiz. Linbiyo Mao Zedongni maqtagandagi maqtash uslubidan o'rnak olingan. Linbiyo Mao Zedongning bir jumlasi 10,000 jumlaga teng degandi. Maqtashga ko'nib ketgan Mao Zedongmi bu qadar oshirib o'tishni yoqtirmagan. Qamlashmagan. Shunday ham gap bo'lamdi. Bir jumla degan bir jumla, qandaqmi 10,000 jumla bo'lsin deb chechilgan. Undaqda nima qoldi? Eng cho'ng va birdan bir desmoya Xitoylar tarafidan o'ltirilganligi. O halda uni mushu ta'rifni sahnaning oldiga surib tilga olsak bo'ladi. Lekin shundaqdimi o'ltirilganlar birla emas. Buningga qanday qilish kerak? Nima deyish kerak? degan savol tug'iladi. Xitoylar hatto ömür bo'yi sadoqatda bo'lganlardanmi bir munchini o'ltirgan va davomli o'ltirayotgan bo'lsa, boshqa o'ltirilganlar bilan farqini nima deymiz? Ustun tarafini nima deymiz? Eshakning yig'irini maqtab vasimiz ishpar qilib etgili bo'ladi. Odamlar mana shunday maxluq. Andersonning Podshohning yangi kiyimi nomli balalar cho'chkini o'qiganlar bordi. Yaqinda to'rga chiqarib qo'ydi. Men mana bu yerda u hikoyani so'zlashga majbur bo'lmaslik uchun kimda bavos chiqarib qo'yinglar degandim, chiqarib qo'yapti. Balkim o'qib baqqansizlar. O'qib baqinglar uni. Podshohning yangi kiyimi. O'qimaganlar cho'qim bir o'qib qo'yinglar. Bu cho'chak hayot musofamizda nayt ko'p misollarga o'xshatishlarga lozim bo'ladi. Mana shu cho'chakdagi ahvollar bir narsani maqtavasa qanday oqibatlarning maydonga keldiganligiga bek yaxshi misoldir. Maqtashlarni rastlab qolsak, podshodek yalang'ochligimizni bilmay qolamiz qarindoshlar. Demek, ko'rayotganinglardek qiliplashib qolgan qarashlarga iqishqa tushgan, hamma ko'nikkan bir iqimga qarshi chiqish uchun jur'at kerak. Dasmoyi kerak. Pokit kerak. Texmi muhimi ma'lum darajada talva ruh kerak. Mashhur danalarning nurg'uni tarafidan birlikka kelgan qarash shuki, insonda ma'lum darajada talvilik bo'lmasa, taraqqiy qila olmaydi. Bu yerdagi talvilik nima?
ko'n qarashlarga cheqilishga petinalaydigan ruh, jasoratdir. Lushin Efendining Dara, Telva ve Malay degan asrini eslanglar. Iqimga agishib elish har kimning qila oladiganini. Buning hayron qolguchiligi yo'q. Bunisi oson jon saqlash yo'li. Oson qabul qilinish, oson mashhur bo'lish yo'li. Hech nimadan qanoat hosil qilmaydigan tug'ma o'qituvchilik ruhi bilan hargiz kelishamaydi. Yana bir muhim nuqtani eskartib o'tay. Lutfullah'a baho berishda bu nuqtani har vaqt esda tutmasak bo'lmaydi. U bo'lsa davr sharoiti. Lutfullah asarlari maydonga kelgan davrni tushunish. Buni kommunist hukmronligi davridan farqlantirish masalasidir. Hammanglarga ma'lumki, Shingshisay davri va Gomindang davrida Xitoylar bizga jismoniy hukmronlik bilan kifoyalangan edi. O çağlarda siyasi ögünüş yok, siyasi kurslar yok, ifade bildiriş deydigan iradege karşı sözlerini kılışka kıstaş yok, mini jüyüş teşvikatı yok. Ediplerimi, hükümetini, hükümranlık sistemini medileşke ittiriş yok. Umumen ideologiya sahamiz, oy xiyallarımızgıcı igi oluverişte komünist biçimliki yok idi. %100 demokratiyattı. %100 erkinlikti desek mi boladı? Hatta şunun paylaşsanlım bulu teximi enik boladı. Hatta şeriyet sutumu mevcut idi. Qazıllarımız içki macralarımızga kesim qila alaydigan huquqqa ega bir davr bulup, komünist davriga qaraganda en az 2 hassa kengroq demokratroq idi. Şuna komünist davrida ba'zi adiblar atlab o'tkili bo'lmay qolgan ahvollarda o'zini jungulik qilib yozgan bo'lsa, kechirishga bo'lsa-mu, kommunistlardan burunqi davrdagi adiblarning bunday qilmishlari kechirgusizdir. Endi bu davr alayligini nazarda tutgan holda, Lutfullah bizga qoldirib ketgan ashu ulug' asarlarga qaraydigan bo'lsak, kommunist davrdimi hech kim u darajaga u pallalarga yetmaganligini görürüz. Cemmi 54 parça şiir. Bunundan 18 parçası da cunguluk kimlikini tenagan bulup, bundan başka bir filiyatın, bir nesir ve bir operadımı cunguluk. Başka mevzulardan en az 20 komünizm mesligi, sınıfi güreş sepsetisi, Marksizm, Leninizm medihiyeleri bulup, bularını komünist cemiyetindeki bir edip yazgan bolsa-mı keçirilmesligi gerek edi. Bununla advokatlarının deydigini olsa oturup çıkıp dep baksa, körüp baksak buladı. Limutallif hakkında asli hakikatinin aşkarılınışı kimlerge, nima uchun shuncha eg'ir kep ketdi? Bunun psixik sebeplerini burun dep ötkendim. Könüp qağan, adetga aylangan şeylerden ayrılış kişiге yo'qotish asirdi. Mahrumluk tuyg'usi elib keldiganligi. Bundan başka limutallifni köptürüp maqala yazganlar, xotirlashlarga qatnashib qolganlar, kitap yazganlar, umuman qilmishini xatoga chiqarg'isi kelmay tirkishidi xolos. Bu noktadan şunu deyişimiz mümkün ki, aslında ularning qo'g'dashga urinayotgani Lutfullah Mutallibmi emas. O'zi yozgan kitap yoki maqola. O'z emgikining qimmati Lutfullahning taqdiriga bog'liq bo'lib qolg'achqa, uni qo'g'dimsa, o'zininkimi birlikda cho'kidi. Qiyg'ashi bir tiyin bo'ladi. Mana shuning vasvasasi ularni jon tikib qo'g'dashga majbur qilayotgan omildir. Yana ularningcha shuncha ko'p maqolalar, kitaplar, tiklangan heykeller, obidalar, qabr toshlari, madiya dastonlari bika ketami deb ensiraydagandekmi qiladi. Bu xuddi bir latifadagi o'xshash bir ish. Yaqinda shu bir oy bo'ldi bo'lmadi. Qarindoshlarımızdan birisi Facebook'ta bir latifa yo'llabdi ekan. Yangi zamon latifalaridan. Aşa baka kitamdigan bek tushadigan latifa ekan. Uningda do'stining uyiga beribdi ekan, nayt pixsiq bir do'st ekan u.
O qaraqishda vannaga muzdek suvga chilinib yotganmış. Ve bu nima qilganing bu soğuq tegib ag'rib qolmamsa bunda qilsa debdiki, uyda ishqi qab zukamdari savatda qarasam şunun vaqti o'tib ketib bordi, ishiltib etmasam bo'lmaydi debdi. Ayni shu. Teşviqatning ehtiyoji uchun ba'zi chaqlarda qahramonlar yasab chiqiladigan, mubalag'alashtiriladigan ve köptürüp teşvik kılındığı işler siyasi ihtiyaç bulup mu kalıdı? Kiçik töhbelerini yoğuntup göstüş, yandaşlarının emgikini onunla yüklep teşvik kılış qatarlıklar. Hakimiyetinin məlum ihtiyacı doğulğanda ülgü tiklep verip kişilerini seferberlik keltiriş için lazım buludu. Eğer bu kahraman biz için muşundaq toqып çıqırılgan yoki yoğuntup qayta yasap çıqılgan bolsaydı, ülgüge bo'lgan ihtiyacımızı nazarda tutup, onun şu güzelleştirilgen süpütünü saklap kalışımız zörür olardı. Lekin onun emgeklerini okup bakkan çağımızda körümüz ki bu ülge bizning paydımızga emas, Xitaylarning paydasıga tiklengen. Yana bir tavsiyem, hissiyatga başqalar tarafından soğuq qılınğan qarashlarga tayinib, advokatlik qilishdan burun maqtalg'uchining emgeklerini o'qib ko'ringlar. Ben şu inkas qismiga ulanishini qayta yo'llab qo'yay. Qarashinglarga tavsiyam shu. İnsaf qilinglar. Qarışılar. Qarış chiqquchilar. İnsaf qilinglar. Ar-nomus deganni eskelinglar. Bu dereceden bop ketmanglar. Alыңlar bu turib yana qaysi yüzünglar bilan milliy ozodlikdan gap atsizlar? Ya tayoq yedim deganinglar rasi olsun, ya jon er deganinglar rasi olsun. Az to'la xijillik tuyg'unglarni g'idiqlanglar. Vatan, millat manfaati sizlarning yezib salgan bir nimanglardan xotirlashga qatnashib qolganinglarni ras qilishdanmi arzimas olg'ich qolmasin. İnsaf qilinglar. İnsaf. Bir neçe o'ylanish savolları. Şu çağda Xitay tarafından öldürülgenler 37 kişi idi. Ning uchun faqat Lutfullah alam inqilobiy qurban deb tanildi ve ailesiga guvohnoma berildi. Ning uchun Lutfullah Uyg'urlarning tarixidagi eng mashhur shoiri bo'lib qoldi? Bu kadar aşkın maqtash ve kök götürüşler normal mı? Normal olsa nim uchun? Normal emas olsa nim uchun? Bu savollarni o'ylanglar. Hozirgi zamanda abidisi bo'lgan birdan bir shoir bo'lib, ziyoda kekka ko'tarilgan Lutfullahning ortiqchiligi, ulug'ligi zodi nerede? Eserleri bebahomi? Yoki uning bizga bugungichimi foydasi bo'layotgan biror boshqa ish harakati bormi? Bor bo'lsa, u nimalar? Eğer yok olsa bu kadar ulug'lanishidagi sir zodi nerede? Bugün müşiyekçi olsun, emdi muşunundaki talaş tartış çıkıdığan temalarını tekrar münazirge açmaslık kararı geldim. Kim nime deyse deysin, çünkü ben bir narsa bayqıdım, Uyg'urcha so'zlayotgan yoki yezishayotgandek qiladi ekanmiz, bir-birimizni tushunmaydigandekla o'z gapimizni qilaverdik ekanmiz. Shuni talishib o'ltirish ortiqcha ekan. Yana biri bazı adamlarda qilchimi jiddiyat tuyg'usi yo'q ekan. Ular tamasha chiqarish uchunmi qasdan o'tirni qo'chib qo'ydigandek qiladi. Shuna endi talashmaymi. Qarindoshlar, bugun o'chaqchi bo'lsin, hammanglarga Allohdan